Qachondan beri hadislarni inkor qilishga boshladingiz? Hadis inkor qilishga boshladim degandan ko'ra, aslida hadis inkor qilingan bir muhitda tug'ilib cho'ng bo'ldim desam bakrak to'g'ri bo'ladi. Qur'on sanga yetarlik emasmi savoliga qanday javob topdingiz? Hadislarni inkor qilish ma'lum vaqtdan keyin mening Allohning mavjudligi haqida shu bilinishimga sababchi bo'ldi. Islomning haqiqiy din yoki emasligida gumonlanishga boshladim. Hattoki dindan chiqib ketishdan qo'rqib kechalari uxlamay yig'lab duo qilgan vaqtlarim bo'ldi. Hadis inkorchilari bu qilmishining to'g'ri ekanligini kishilarga qanday tushuntirdi? İsmim Muhammed Salih. Kichikimdan boshlab hadis inkorchilarining orasida cho'ng bo'ldim. Mush tipdagi ustozlarning darslarini angladim. Jamiyat markazlariga bordim. Buning xato bir qilmish ekanligini bilgandan keyin yo'limni o'ngishib oldim. Bugun mush kechirmishim haqida suhbatlash uchun bu yerda turyapman. Qachondan beri hadislarni inkor qilishga boshladingiz? Hadis inkor qilishga boshladim degandan ko'ra, aslida hadis inkor qilingan bir muhitda tug'ilib cho'ng bo'ldim desam bakrak to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa ota-onam bu xil ideyada emas edi. Men balaliq cheg'imda boshqalarning yetaklashi bilan bu xil muhitlarga berishga boshladim. Tunji anglagan diniy suhbat, islomga aloqador tunji bo'lgan yerlarimning hammasi degudek hadisni inkor qiluvchilarning yerlari edi. Hatto men darsini anglaydigan ustoz olimlarning hammasi mushkil ko'z qarashdagi insonlar. Vaqtning o'tishi bilan men bu ideyani qabul qildim va shu bo'yicha yashadim. Hadislarning zarurligi va ahli sunnat qatorliq hukmlardan xeyli keyin xabar topdim. Eng chatoqiri xeyli uzungacha men butun musulmonlarni men bilan o'xshash fikrda deb o'yladim. Bu ko'z qarshingiz tufayli e'tiroz yoki qarshi pozitsiyalarga uchurdingizmi? Albatta, yeshim kichik chaqlarda bu haqdagi ko'z qarashlarimni bak so'rab ketmagachga bu xil ahvolga tushganmagan edim. Yeshimning cho'ng'ishiga agishib hadis haqidagi inkorchi pozitsiyamni ifodalaganimda oilamning ayiblashiga qarshi fikrlarga uchirdim. Keyin ahli sunnatning ko'z qarashi bilan hadislarni qabul qilishga boshlagandan keyin men bilan bir sabti bo'lmagan kishilarning, ya'ni hadis inkor qiluvchilarning raddiyasiga uchirdim. Hadisni inkor qilish sizni qayerga so'rdi? Ahli sunnatni bilgan dastlabki vaqtlarda to'liq hayron qoldim. Chunki nihoyat kuchli va mantiqiy dalil va oyatlar bilan menga hadislarning muhimligini va to'g'riligini tushuntirdi. Bir mezgil faqat o'ylanish, tafakkur qilish bilan o'tdim. Chunki ma'lum yoshga kelgach to'g'ri deb bilgan va qabul qilgan narsalarning tuyuqsizlar butunlay xato ekanligini e'tirof qilish menga og'ir kelgan edi. Hatto Allohning mavjudligi haqida shu bilinishga va islomning haqiqiy din yoki emasligidan gumonlanishga boshladim. Hattoki dindan chiqib ketishdan qo'rqib kechalari uxlamay yig'lab duo qilgan vaqtlarim bo'lgan. Bu gumonlar ma'lum vaqtdan keyin meni ateistlikka ittirgan edi. Qur'on sanga yetarlik emasmi savoliga qanday javob topdingiz? Aslida bu savolning javobini yana Qur'ondan topdim. Qur'ondagi nurg'ulg'an surada hatto 30 dan ko'proq oyatda payg'ambarga itoat qilish, payg'ambarning axloqi bilan axloqlanish va payg'ambarni o'rnak qilishga doir nuqtalar tilga olingan. Masalan, Nisa surasi 80-oyatda Alloh taolo kimiki payg'ambarga itoat qildi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi degan. Va Hashr surasi 7-oyatda payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. O'xshashli yana Ali Imron surasi 31-oyatda ey Muhammad ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutsin degan. Mushuningdek nurg'ulg'an oyatlar orqali men savolimga javob topdim. Amaliyotda Qur'on yetarlik emasmi savolining o'zida xato bir savol. Chunki Qur'on menga yetarlik emas deyish e'tiqodiy jihatdan xato bir jumla. Yuqorida aytganimdek Qur'ondagi ko'pincha oyatlarning hadislarning zarurligi va muhimligini bildirganligini hamda Qur'on menga yetidi, hadislarga ehtiyoj yo'q deydigan kishilarning Qur'onni tushuntirish uchun nurg'ulg'an kitoblarni yozganligini ko'rgan sari Qur'oni Karimning eng go'zal ravishda tafsir qilgan payg'ambarimizning hadislarini qabul qilish menga bakrak mantiqiy tuyuldi va qabul qildim. Mazhablarni qabul qilmay turuqliq ibodatlarni qanday tamomlashtiradinglar? Garchi mazhablarni qabul qilmaymiz desakmi, amaliyotda mazhablar tarixdan kunimizgacha amaliy holatda tatbiqlanib kelgan bo'lg'achqa, ismini mazhab deb atamasaqmi, ya'ni namoz, ro'za, zakat degandek ibodatlarimizni yanada ahli sunnatga o'xshash qilatdik. Hadis inkorchilar bu qilmishning to'g'ri ekanligini kishilarga qanday tushuntirdi? Ko'pincha vaqtlarda qarmoq Qur'on bilan ma'nojatdan zid keladigan hadislarni ilgari surib, hadis Qur'onga qarshi chiqadi, shunga hadislarni rad qilishimiz kerak degan fikrni o'tirib qo'ydi. Amaliyotda bu xil hadislarning labziga emas, ma'nosiga qarasak, Qur'onga zid emasligini, hatto Qur'onga moslashadiganligini ko'ra olamiz. Masalan, men sizni shirdek bo'l ekan desam, siz shir bo'lib qolamsiz. Yo'q, bu faqat o'xshatish xolos. Hadislarda bu bir qancha yerda tilga olindi. Masalan, bir hadisda dunyoning beylik va kalining ustida ekanligi so'zlandi. Amaliyotda shu zamonlarda kishilarning turmushini beylik va kema tijarati bilan, yana bir qismi dehqonchilik, chorvachilik bilan qamdaqashqa payg'ambar alayhisalom mushundaq javob bergan ekan. Hatto Qur'oni Karimdan bor. Ali Imron surasining 7-oyatida ba'zi oyatlarning mahkam ma'nosi ochiq, ro'shan, yana ba'zilarining mutashabih, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlarning bor ekanligi haqida to'xtaladi. Bunday ahvol hadislarda mavjud. Masalan, Fath surasining 10-oyatida Allohning qo'li borligi haqida to'xtaldi. Allohning qo'li ularning qo'lining ustidadir degan bir oyat bor. Bu oyat mutashabih, ya'ni o'xshatish. Aslida ularning ustida Allohning bir hukmining borligi, ularni qo'g'daydiganligi maqsad qilingan. Hadislarda o'xshash. Ko'rinish jihatda Qur'on bilan zid gap qildigandek ko'rinsimi, ammo shar'isida Qur'on bilan o'zaro moslashadigan hadislar bor. Qur'onni faqat sharhini o'qisak tushuna olamiz. Sharh amaliyotda Qur'onning tarjimasi xolos. Masalan, 200 dan ortiq sharhning o'zi buning eng cho'ng isboti. Shuncha ko'p sharhning bo'lishi qarmasdan Qur'ondagi 1000 dan ortiq kalimaning turkchaga tarjima qilinmasligi buning isboti.
Arabcha 1 milliondan ortiq so'zlik lug'ati bo'lgan to'limi boy bir til. Turkchilik so'zliklar bo'lsa 200 mingdan oshmaydi. Bo'libmi arab tilining eng yuqori saviyasi hisoblanadigan Qur'onni turk tiliga tarjima qilish haqiqatan oson emas. Ham haqiqiy o'zining ma'nosini chiqarish mutas. Tarjimani Qur'onning o'zida ko'rsatilgan bo'lsa-mu, ammo tafsir undaq emas. Tafsir bo'lsa mufassirning Qur'on, hadis va olimlarning ijmosiga selishtirishiga tayinib turib, Qur'ondan tushunganlarni bizga sungan ma'nodan iborat. Shunlashqa faqat sharhni o'qish bilan Qur'onni tamoman tushunamiz deyish bak to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Undaq hadislarning haqiqat ekanligiga qanday qoyil bo'ldingiz? Hadislarning to'g'ri ekanligiga mundaq qoyil bo'ldim. Ya'ni buni azroq ma'naviy jihatdan chiqish qilib turib desam, texmi to'g'ri bo'ladi. Oldi bilan hadislarning bugungichilik saqlanib qolishi Alloh taolaning yordami va irodasi bilan bo'lgan. Yana biri Qur'on Karimni hozir qadar kim ep kelgan bo'lsa, hadislarni o'xshashlar shu kishilar ep kelgan. Bundaqcha aytganda hadislarning kunimizgacha kelishiga vasila bo'lgan kishilar Qur'on Karimning kelishiga vasila bo'lganlar desakmi bo'ladi. Bu kishilar hadislarni o'zgartiradigan yoki hadislarni xato yetkazadigan kishilar emas. Agar bundaq bir xatolik o'tkazilgan taqdirdami, hadis ilmiga umrini bergan kishilar albatta ularga e'tiroz bildiradi va xotirlanib bizga bildirilgan bo'ladi. Hammamizga ma'lum bu xil ahvol yo'q. Yana biri agar bir kishi tarix manbalarining hammasini inkor qilaman desa, bugun ko'z bilan ko'rmagan barliq manbalarni inkor qilishga to'g'ri gap qiladi. Uning ustiga olimlarimiz bir hadisni kitob xotirlashdan ilgari hadis rivoyat qilgan kishining aqli, rostchilik qatorliq xarakterlarini surishti qilib, hadis rivoyat qiluvchining shartiga to'shqanlardan hadislarni xotirlab yozadi. Bu shartlarga asosan hadislarni sahih, zaif degandek turlarga ayirdi. Masalan, Istanbulda biridan anglagan hadisni boshqa shahar yoki davlatga farqli birilardan anglagandan keyin to'g'riligini tekshirib ondan kitoblarga yozadi. Ya'ni hadis olimlari butun umrini hadis ilmiga atagan, hayoti to'g ustida safar bilan o'tgan insonlar. Bunda holatda hadislarning xato bo'lib qolish ehtimolligi yo'q. Ularning hammani bilgandan keyin hadislarga bo'lgan ishonchim kuchaydi va hadislarni qabul qilib iymon keltirdim. Ahli sunnatga qaytish jarayoningiz qanday bo'ldi? Aslida ahli sunnatga qaytish menga uncha osonga to'xtamadi. 3-4 yildek bir vaqtda farqli olimlar va o'xshamagan manbalardan izlanishning natijasida ahli sunnatning ko'z qarashlarini shundaqla hadislarni qabul qilishga boshladim. Faqat ba'zi shubhalarim bor edi. Toki Risol Nur kitobini o'qigandan keyin bu shubhalarimga javob topdim. Men butunlay ahli sunnatga kirdim. Hadislarni butunlay qabul qildim. Xizmat o'rnimda Ahmad ismli bir akamiz bor edi. Bu izlanishimga shu akamiz vasila bo'ldi. U hamisha boradigan bir jamiyat bor ekan. Bir kuni meni mush jamiyatning suhbatiga taklif qildi. Shu suhbatdan keyin menda o'zgarish bo'lishga boshladi. Suhbatning temasi hadislar va payg'ambarimizning mo'jizalari bilan munosabatli edi. Men barliq musulmonlarni hadis inkorchilarga menga o'xshaydi deb o'ylaydim. O'xshamagan fikrdagi musulmonlarni ko'rib haqiqatan hayron qolgan edim. Hatto hayronligimni yushiramadim. Darhol ulardan hadis haqida savol so'radim. Alloh rozi bo'lsin, menga ko'ngil bo'lib savollarimga javob berishdi. Shuningdek keyin bu vaqtda izlanishga boshladim. Sizga o'xshash bu vaqtda qaymoqotganlar qanday ko'ngil so'zingiz bor? Amaliyotda eng aqalli farz ibodatlarga qarasaqlar hadislarning zarurligini tushunish uncha tas emas ekan. Masalan, namoz, zakatga o'xshash ibodatlarning tafsilotini, ya'ni namozning qancha rakat ekanligi, zakatning qanchalik qanday berildiganligi, shundaqla hajning qanday ado qilindiganligidek nurg'ulg'an inchik tafsilotlarni biz hadisdan o'rganamiz. Qur'onda bu xil tafsilotlar so'zlanmagan. Agar biz hadislarni e'tiborga olmasak, bu xil hukmlarni hamma odam o'zi chaqlab bekitib olsa, natijada nurg'ulg'an har xil dillar o'tirg'i chiqib qolgan bo'ladi. Oxirida Risol Nur kitobida menga eng ta'sir qilgan bir jumlani so'zlab o'tsam, aqlingiz yetkagan yoki sana mantiqliq bilinmagan bir hadisni o'qiganingda inkor qilishga urinma. Cho'qim bir tafsiri, izohati yoki bir ta'biri bor deb o'yla. Ya'ni bir hadisni ko'rib tushunmasang, darhol inkor qilmasdan buning bir tafsiri, sababi bor bo'lishi mumkin deb izlansang, albatta javobini topa olasan.